Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun nafosat falsafasini o'rganib chiqamiz. Olamdagi maxluqotlar orasida aql-idrok sohibi bo'lgan odamlar yuqori hissiy bilish jarayoni, ya'ni olamni anglash, olamga munosabat va olamga turli xil sezgilar orqali ta'sir o'tkazish imkoniyati yaratilgan. Bugungi mavzuning asosiy masalasi go'zallik va olamni anglashdir. Estetika so'zi yunoncha estezis so'zidan olingan bo'lib, sezish, his qilish degan ma'noni bildiradi. Bu fan insonning voqelikka, estetik munosabatlari va insoniyat badiiy rivojining umumiy qonun-qoidalari haqidagi fan. Uzoq vaqt bu fan go'zallik falsafasi deb ta'riflab kelingan, lekin hozirgi davrda estetika fani bunday ta'riflab bo'lmaydi. Chunki go'zallikning o'zi estetika tegishli tushunchalarning biriga aylanib qoldi. Birinchi marta estetika so'zini fanning nomi sifatida olomon faylasufi Aleksandr Baugarter poetik asarning ba'zi bir masalalari to'g'risida falsafiy mulohazalar kitobida ishlatilgan. Lekin bu bilan Baugarterni estetika fanning asoschisi deb bo'lmaydi. Chunki estetika nazariylar qadim zamonlardanoq falsafa fani doirasida o'rganilgan. Estetika so'zi ko'pincha narsa va hodisalarning rang, tusi va shaklidagi mukammallik, mutanosiblik, latofat ma'nolari majmui sifatida ham qo'llaniladi. Mazkur tushuncha kishilarning yaxshi fe'l-atvori, muomalasi, nutqi, didi bilan kiyinishni anglatadi yoki tabiatdagi go'zallikni ham bildiradi. San'atda ham estetika bir qancha ma'nolarda qo'llaniladi. Voqelikdagi tabiatda, nozik narsalar va hodisalarda in'ikosi, badiiy adabiyotda nazm, tasviriy san'atda manzara, miniatyura va boshqa fikrimizga yorqin dalildir. Estetika fan sifatida voqelikning go'zalligi asosida in'ikos etishni, inson amaliy faoliyatining hamma sohalarida go'zallik va xunuklik tuyg'ularini, ayniqsa badiiy ijodning umumiy qonunlarini anglatadi. Estetika nazariy va uslubiy asoslarini falsafiy tafakkur nazariyasi va tarixni tashkil qiladi. Bilish nazariyasi vositasida san'atning bilish tabiati, voqelikning badiiy ramziy ifodalashi bilan ilmiy tadqiq etish doirasidagi o'zaro aloqadorlik va o'zaro farqlar, voqelikni badiiy vositalari orqali tasvirlashning ijodiy tabiati, san'at asarlaridagi shartlilik va badiiy haqiqat kabi estetik fanning juda ko'p nazariy hamda uslubiy asoslari, muammolarni ochish, ularga javob izlash topish mumkin. Estetik ong ma'naviy, ruhiy, voqelik va hodisalar majmui bo'lib, uning ijtimoiy hayot zaminida vujudga kelgan. Estetik his, idrok, estetika did, estetika fikr, estetika orzu, estetika qarash, estetika nazariylar tizimini anglatadi. Estetika ong hodisa, estetika anglash jarayoni hisoblanadi. Estetika ong boshqa ong shakllari kabi tarixiylik, vasiylik xarakteriga ega. Uning nisbiy mustaqil estetik xarakteriga ega. U nisbiy mustaqil estetik kategoriyalari borliqqa munosabatini badiiy ijodiy aks ettiradi. Mazkur kategoriyalar ijtimoiy borliq, inson hayoti sohalarining har birida ishlab chiqarish, mehnat va ijtimoiy siyosiy faoliyatda, tabiatga munosabatda, madaniyat, turmush, olamning estetik o'zgarishining o'ziga xos shakllari, estetik kategoriyalari, ijtimoiy ongning boshqa shakllari kabi tarixiylik, ijtimoiylik, nisbiy mustaqillik, vorislik kabi xususiyatlarga egadir. Uning asosiy turlari go'zallik, ulug'vorlik, fojialik, kulgulilikdir. Go'zallik estetikaning asosiy tushunchasi bo'lib, aslini olganda estetikaning barcha muammolari go'zallik tushunchasi bilan u yoki bu darajada bog'liqdir. Zero u estetikaning boshqa mezoni, tushunchalari, kategoriyalariga nisbatan keng ko'lamli, qamrovli va ayni paytda kategoriyalari orasida ko'prik hamdir. Go'zallik tabiat, jamiyat va san'at hodisasi.
go'zallik hissiy ta'sir o'tkazish orqali insonda jismoniy va ma'naviy kuchlar oqimining ko'payishiga, shodlik, zavqlanishdan to'la ma'naviy qoniqish hosil qilishiga imkon yaratadi deb ta'riflab beradi. Falsafadan qomusiy lug'atda go'zallik keng mazmundalik, jamiki lazzat baxsh etgan, yoqimli his uyg'otadigan, xushnudlik kayfiyatlarini paydo qiladigan narsa, hodisalarni qamrab oladi. Tor ma'nodagi go'zallik esa narsalarning faqatgina shakli yoki tashqi ko'rinishi bilan ifodalanadi. Inson xulqiy go'zalligini takomillashuvida axloqdagi eng muhim mezoniy tushuncha hisoblangan muhabbat va ezgulik asosida ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, axloqiy va xulqiy go'zallikdir bevosita inson xatti-harakatining salbiy sababi bo'lgan niyat muhim o'ringa ega. Bugungi kunda insoniy go'zallik barkamollik tushunchasi bilan bog'liqdir. Barkamol inson deganda o'z haq-huquqlarini taniydigan, o'z kuch va imkoniyatlariga tayanadigan, tevarak atrof sodir bo'layotgan voqea hodisalarga mustaqil munosabat yondashadigan inson tushunadi. O'z shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg'un holda ko'radigan, o'zini jamiyatning ajralmas qismi deb his etadigan, zamonaviy bilimlarni mukammal egallagan, ma'naviy jihatdan yuksak, jismoniy jihatdan baquvvat, erkin shaxs tushuniladi. Hurmatli talabalar, shuning bilan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.